Kattaqo'rg'on mol bozorida $7000 ho'kiz sotildi. Lekin gap bu haqida emas. Gap avtomobil haqida. $7000 Lacetti avtomobili haqida. Assalomu alaykum chambarak do'stlar. Sizlar Aravasoz kanaldasizlar. Sizlar bilan Asilbek. Bugungi video oq Lacetti bo'ladi. Ya'ni sotuvi. Video oldidan bitta dona like, kommentariya qoldiringlar. Sizlarga to'liqligicha avtomobilni ko'rsataman. Ketdik. Mana chambarak do'stlar, qarshingizda Lacetti avtomobili oq rangdagi. Bitta atroflarini ozgina ko'rsatib o'taman, keyin qolgan to'liq ma'lumotlar bilan sizlar bilan tanishtiraman. Farachalari yaldirab, original, zo'r turibdi, ideal holatlarda, rangchalari ham tiniq turibdi. Zavodskiy holatda juda bir normal minilgan, qarab minilgan balonchalarini ko'ryapsizlarmi? Mana balonchalarni ko'ryapsizlar. Bu yangi hisob, yangi emas, yilanib ketmagan emas. Bakoylar o'ziga xos, maqtanish emas. Mashina haqiqatdan ham ideal haydab minilgan. Soyada hozir qorong'ida yaxshi ko'rinmay qolyapti. Kamerada nima atroflarni ko'ryapsizlar. Mashinamiz 80 talik metan gaz bilan 4-pokoleniya metan gaz bilan jihozlangan. Mana optira faralar, o'zini faralari chotki turibdi. Eshiklarni ochilib yopishlarini bitta ko'rasizlar. Mana ochilib yopishlarini ko'ryapsizlar. Orqadan birdan boshlaymiz. Mana o'ziga xo'sh afshukalar chiroyli qilingan. Birinchi pozitsiya. Orqa sidinalarni ko'rib turibsizlar, holatlarini juda bosilib, ezilib ketmagan. Mana bu tirsakchalarni qo'yib, cho'nikchalarni qo'yib, energetikchalarni qo'yib, ichib ketsanglar bo'ladi. Mana oldiga ham o'tamiz hozir sizlar bilan birgalikda. Eshikchani ochishni ko'ryapsizmi? Eshikchani ko'ryapsizmi? O'xshamay qoldi mana. Bunaqa injiq emas. Ozgina rezellarida ozgina charchashlar bor. Ko'rib turibsizlar, ozgina charchashlar bor. Kecha to'g'rilasangiz bo'ladi. Mana polliklar ham zo'r ko'riklardan qo'yilgan. Ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga holatlar mana 4-pokoleniya metan gaz motoriga ham hali o'tamiz nasib bo'lsa. Mercedes rullar jihozlangan, Pioneer magnitofonlar o'rnatilgan, skor holatchalar tinni o'tiribdi mana. Yilanib, skorga urib, ranglari uchib ketmagan, rullar ham o'ziniki bo'lmasa ham holatlari yaxshi mana. Hamma narsa joy-joyida. Lacettidan nima kerak bo'lsa, o'sha holatda xo'sh. Biz hozir probegini ko'rib chiqamiz, qancha probegda yurgan ekan. Shuni bilamiz hozir. Adashmayotgan bo'lsam, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rinib turadigan bo'lsa, sizlarga 3 kruvdan ziyod, pasha 4 kruvga yaqin yurib qo'ygan avtomobilimiz. Holatchalari o'zi ideal holatlarda turibdi mashina. Shuncha yurganiga qaramasdan, lekin juda yaxshi qarab minilgan avtomobil. Mijgar pultlargacha bor. Nasib bo'lsa qaytarib qo'yamiz. Endi kapotga sayohat qilamiz. Ya'ni motor qismiga sayohat qilamiz. Motorni bitta sizlarga ko'rsatib beraman. Mana pozitsiyalari ko'ryapsizlar, chotki. Bular birinchi pozitsiyaga qilingan. Avtomobilcha ko'rib turibsizlar. O'zining родной diskalari. Kapotga bitta sayohat qilamiz. Hozir ochsak, mana kapot Brusak motor bilan jihozlangan. Yuqorida aytgandek 4-pokoleniya metan gaz uстановka qilingan, ya'ni o'rnatilgan. Motorlar ideal holatda turibdi, yog' yemaydi, umuman atkazgan narsa yo'q, yangi holatda top-toza qilib minib yuriladigan avtomobil. Qarab egasi avtomobil ko'rinishdan bilinib turibdiki, Samarqanddagi avtomobil hozirgi kunda. Hozir avtomobil turgan joyi Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qirg'iz mahallasida turibdi avtomobil. Mana suvchilarni ochdim, qarang. Tumangalari qanday ko'rinyapti, ko'ryapsizlar? Kechqurun uda ketadan yoncha. Lekin tumanga qo'yib yurishni tavsiya qilmayman, yoqib yurishni. Faqat tumanli kunlarda tavsiya etiladi. Lekin tumanga bo'lganda ham hozirgi ko'rib turibsizlar, tumankalar ko'zni oladi. Juda yo'llarda kechqurun harakatlanishni ham juda qiyinlashtiryapti. Xullas, hammalaringiz yo'l qoidalariga amal qilgan holda
bir-birimizni hurmat qilgan holda tumankani o'chirib yurishlaringizni xohlayman. So'rab qolgan bo'lardim. Mana avtomobil ko'rinishlari. Orqani ham ko'rsataman agar nima qilsa. 80 talik jihoz bilan 80 talik balon bilan yuqorida aytganimdek jihozlangan. Mana yo'q 80 talikka o'xshamayapti. Egal 80 talik degandi. Где-то 90 talikka o'xshaydi. Ha, kommentda o'zlaring fikrlarini qoldirib yuborasizlar. Nechtaligini bitta qarashda mana agar ular ko'rayotgan bo'lsa, endi kamerani xiraligiga sal e'tibor qilmaysizlar. Endi agar layklarni bosib turib, qo'llab turib, zakonni qo'llab tursanglar, nasib bo'lsa biz iPhone olamiz. Agar sizlar layk bosmay, qo'llamay, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirmasdan, do'stlarga jo'natmasdan nima qilsanglar, biz mana shu xira telefonda ijod qilishga davom etaveramiz. Negaki byudjet mablag' bo'lmagandan keyin siz ilojingiz yo'q, qo'lingizda nima bo'lsa, boridan foydalanasiz. Iloji yo'q, shunaqa narsa. Qo'lingizda nima bor? Lapatka yo'q, qoshiq bilan yerkavlashingizga to'g'ri keladi. Xullas, mana shunaqa. Avtomobil yilini aytmadim, aytgandek, avtomobil yili 2012. O'sha aytganimdek, yo 80 yo 85 talik nima bilan jihozlangan, metan bilan jihozlangan 4-pokoleniya Mers rullar o'rnatilgan. Avtomobilning kraskasi tomonda krelda bor, takda krelida bor. Tamom, qolgan joylar top-toza, ideal holatda turibdi. Gapni ham ko'p cho'zivardim. Bizga endi ko'p prosmotr bo'lsa, juda ham yaxshi. Vaqtinglarni olganim uchun uzr. Menga ajratgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Avtomobil ma'qul kelsa, bemalol mana yuqorida aytib o'tganimdek $7000 so'rayapti. O'tib beradigan joyi ham bor. Xullas, biz bilan bo'ling, hurmatli chambardoshlar. Aravasoz kanalida yorulashmang, layklarni bosing, do'stlarga uzating. Sizlar bilan birgalikda hamisha doimiy izlanishda bo'lamiz. Yangi avtomobillarni chiqarishda davom etamiz.